isrof kengaygan sari baraka ham torayib borar ekan. To'y qilamiz-ku biz. Bizi xalqlarda musibati to'yida. To'g'rimi? Isrof dasturxoni kengaygani sari baraka dasturxoni torayib boradi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rizq haqida aytganlar, umrni faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Qadarni faqat duo qaytaradi. Albatta kishi qilgan gunoh sababli ayrim rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas, ayrim rizqidan, ba'zi rizqidan. O'sha gunohni ozaytir, rizqing to'laligicha keladi. Sen gunoh qilding, ma'siyatga qo'l urding, kelayotgan rizqing ehtimol yarmi ketdi. Ehtimol barakasi ketdi. Ehtimol 3dan 1 ketdi. Qoida rizqning keng bo'lishi, rizqning barakali bo'lishi bandaning mustaqimligiga bog'liq. Shuning uchun bir odamni qarasangiz, bitta o'zi ishlaydi, ayoli ishlamaydi, mayda bolalar bor. Bitta o'zini topayotgan puli hamma yoqqa yetyapti. Oshib ketdi, lekin bir narsaga muhtojligi yo'q. Bitta odam ishlaydi, demak mustaqim u. Yana bitta xonadonda qaraysiz, 6 ta odam bor, 4tasi ishlaydi, 4tasi pul topadi, lekin doim yetishmovchilik, kamchilik. Farq nimada bo'lyapti? Farq birida taqvo bor, birida taqvo yo'q.